Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugungi navbatdagi mavzuyimiz bo'linmaga doir masalalar. Biz sizlar bilan o'tgan darslar mobaynida natural sonlar ustida amallarni asosan bo'lish mavzusini o'rgangan edik. Bo'lish mavzusidan sizga tanishki a bo'lingan b teng s ifodadagi a b slar. Ya'ni a bu bo'linuvchi, bo'linib turgan son, bo'linuvchi son. B bo'luvchi, S esa bo'linma. Biz sizlar bilan bular haqida ma'lumotga ega bo'lgan edik. Bo'lishni xossalari, natural sonlarni bo'lishdagi holatlari bo'yicha. Endi bugungi mavzuyimizda bo'linmaga doir masalalarni, ya'ni ifodadagi bo'linuvchi yoki bo'luvchi qandaydir miqdorda ortsa yoki kamaysa, bo'linma qanday o'zgarishi mumkinliklarini o'rganib o'tamiz. Xo'p, qarang. Agarda bo'linuvchi k marta ortsa, bo'linma ham k marta ortadi degan qoidamiz bor. Ya'ni qanday? A bo'lingan b teng s ifodadagi a bo'linuvchi va bo'linuvchini k marta orttiradigan bo'lsak, bo'linma ham k marta ortadi. Ya'ni a ni k ga orttiradigan bo'lsak, k marta a ko'paygan k bo'ldi. Endi uni b bo'luvchiga bo'ladigan bo'lsak, bo'linmamiz ham k marta ortar ekan. Keling buni isbotlab misolda ko'rib o'tsak. Bizga 100 bo'lingan 5 misol berilgan edi. 100 ni 5 ga bo'lsak 20 chiqar edi. Endi biz ifodadagi bo'linuvchini, ya'ni 100 ni 2 marta orttiramiz. 100 ni 2 marta orttiradigan bo'lsak 200 bo'ldi. 200 bo'lingan 5. Endi 200 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsak 40 chiqadi. Oldin 20 edi, endi 40 bo'ldi. Oldingidan hozirgi bo'linmamiz 2 marta ortiq chiqdi. Ya'ni 40 ni 20 ga bo'ladigan bo'lsak 2. Biz bo'linuvchini ham 2 marta orttirgan edik, natijada bo'linmamiz 2 marta ortib chiqdi. Demak, qoida o'rinli ekan. Endi keyingi holat. Agar bo'linuvchimiz k marta kamaysa, bo'linma ham k marta kamayadi. E'tiborli bo'ling. Bo'linuvchi k marta ortsa, bo'linma ham ortgan edi. Agar bo'linuvchi k marta kamaysa, bo'linma ham kamayar ekan. Ya'ni qanday? A bo'lingan b teng s ifodamizdagi a ni k marta kamaytiramiz. A bo'lingan k bo'ldi. Endi uni b soniga bo'ladigan bo'lsak, bo'linmamiz ham k marta kamayadi. S bo'lingan k. Misolda ko'rib o'tishimiz mumkin buni. 100 bo'lingan 2 teng 50. 100 bo'lingan 2 teng 50 bo'lsin. Bizda bo'linuvchimiz 100. 100 sonini 2 marta kamaytiraylik. 2 marta kamaytiradigan bo'lsak 150 bo'ldi. Bo'lingan 2 teng. Endi 50 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak 25. Oldin 50 edi, endi 25 bo'ldi. Ya'ni bo'linma 2 marta kamaydi. E'tibor qaratadigan bo'lsak, biz bo'linuvchini 2 marta kamaytirgan edik, bo'linmamiz ham 2 marta kamaydi. Demak, biz xulosa chiqarishimiz mumkinki, agarda ifodadagi bo'linuvchi k marta ortsa yoki k marta kamaysa, unga bog'liq bo'linmamiz ham k marta ortar yoki k marta kamayar ekan. Qarang, buni qisqacha shu tartibda yozib olishimiz mumkin. A ortadigan bo'lsa, unga bog'liq s ham ortadi. Agar a, ya'ni bo'linuvchi kamayadigan bo'lsa, unga bog'liq s ham shuncha martaga kamayadi. Davomiga o'tdik. Agar bo'luvchi k marta ortsa, bo'linma qanday o'zgaradi? Bo'luvchi deganimiz bu a sonni bo'lib turgan b soni, ya'ni bo'luvchisi. Ushbu bo'luvchimiz k marta ortadigan bo'lsa, bo'linma k marta kamayadi. Bunda teskarisi bo'ladi. Ya'ni bo'luvchi ortadigan bo'lsa, endi bo'linmamiz kamroq chiqadi. Xato aytdim. Agar oldin biz 100 ni 2 ga bo'lib 50 chiqarib turgan bo'lsak, endi 100 ni 4 ga bo'lsak, ya'ni bo'linmani orttiradigan bo'lsak, bo'linmamiz kamayib chiqadi. 100 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsak 25. Oldin 50 edi, keyin 25 chiqyapti. Xo'p, yozib olsak. A bo'lingan b teng s ifodamiz bor edi. Biz a ni emas, endi b ni k marta orttiryapmiz. B ko'paygan k bo'ldi. Natijada s'miz k marta Simiz k marta kamayib chiqadi.
Misolda ko'rib o'tamiz. Hozir og'zaki aytgan misolim 100 bo'lingan 2 teng 57. Endi biz ushbu ifodadagi bo'luvchini, ya'ni 2 ni aytaylik 2 marta orttiramiz. 100 bo'lingan 2 emas, endi 4 bo'ldi 2 marta orttirganimiz uchun. 100 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsak 25. Endi qarang, oldin 50 edi, endi 25 bo'ldi. Bo'luvchini 2 marta orttirganimiz natijasida bo'linmamiz 2 marta kamayib chiqar ekan. Demak, qoidamiz o'rinli. Keyingi holat, agar bo'luvchi k marta kamaysa, bo'linma k marta ortadi. Bo'luvchimiz, ya'ni b miz k marta endi kamaysin. A bo'lingan b tengsi ifodamizda, A bilamiz, b sonini endi k marta kamaytiryapmiz. Natijada s soni k martaga ortib chiqadi. Misolda ko'rib o'tamiz buni. 100 bo'lingan 20 teng 5 bo'linmamiz bor edi. Biz endi bo'linmadagi bo'luvchini, masalan shu 20 ni 4 marta kamaytiraylik. 4 marta kamaytiradigan bo'lsak, 20 ni 4 ga bo'lamiz, 5 bo'ldi. 100 ni 5 ga bo'lyapmiz. 100 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsam, javob 20 chiqdi. Qarang, bo'linmani 4 marta kamaytirdik, ya'ni 5 ga bo'ldik. Bo'linmamiz 4 marta ortib chiqdi. Oldin 5 edi, endi 20 bo'lyapti. Demak, bu qoidamiz ham o'rinli ekan. O'zimiz uchun qisqacha qilib yozishimiz mumkin. Agar bo'linmadagi bo'luvchi, ya'ni b biror bir miqdorda ortadigan bo'lsa, ya'ni k marta ortadigan bo'lsa, unga bog'liq s, ya'ni bo'linma k marta kamayadi. Yoki b, ya'ni bo'luvchi qandaydir miqdorda kamayadigan bo'lsa, unga bog'liq s'miz ham shuncha marta ortar ekan.